Xayrli kun, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugungi sizlar bilan bajaradigan texnikamiz hayotimizga inomarka avtomobilini jalb qilish haqida bo'ladi. Siz bu avtomobilni hayotingizga yengil, oson va kirib kelishi uchun bu texnikani 95 kun davomida eshitishingiz kerak. Natijaga chiqish uchun bu zapisni eshitib borasiz va xayolingizda men bilan birgalikda takrorlaysiz. Agar siz xayolan takrorlasangiz, natijaga chiqishingiz oson bo'ladi. Sizning hayotingizga sizni sevimli avtomobilingiz kirib keladi. Bu affirmatsiyalar men bilan birgalikda takrorlash vaqtida xuddi amalga oshgandek, xuddi shu holatni his qilish vaqtida qanday o'zingizni his qilasiz? Agar sizni hayotingizga inomarka avtomobili kirib kelsa, sizda qanday hissiyotlar bo'ladi? Shu hissiyotlarni his qilishga harakat qiling. Bu amaliyotdan so'ng juda ham ko'p o'quvchilarimiz o'zini hayotiga juda ko'p avtomobillarni tortib olishdi. Demak, boshladik. Men hayotimga yangi inomarkani jalb qilaman. Meni orzuyimdagi inomarka avtomobili hayotimga yengil, oson, tez kirib kelmoqda. Chunki tortishish qonunidan foydalanaman. Meni fikrlarim, men bilaman, tez moddiylashadi. Men o'z fikrlarim kuchiga ishonaman. Chunki men doimo 24 soat sutkada ijobiy fikrlayman. Orzuyimdagi, maqsadimdagi inomarka meniki. Meni barcha ijobiy o'y-xayollarim sevimli inomarkamni hayotimga tortish uchun qaratilgan. Hozirdan boshlab men inomarkani egasi bo'lish uchun ijobiy fikrlarni o'ylayman. Menga ahamiyati yo'q. Men hozir qanday sharoitda turibman? Balki men nol holatidadirman. Balki meni moliyaviy ahvolim yaxshi emasdir. Bunga meni ahamiyati yo'q. Men bilaman, men inomarkaga loyiqman. Men bilaman, hozirni o'zida yengil, oson inomarka ruliga o'tiraman. Menga qizig'i yo'q, menga ahamiyati yo'q. Bu inomarka qayerdan keladi? Balki sovg'a tarzida kirib kelar. Balki men lotereyada yutib olarman. Balki menga sovg'a bo'lar. Men bilaman, men bunday sovg'aga loyiqman. Meni maqsadimdagi inomarkaga bo'lgan qiziqishim kundan kunga ortib bormoqda. Men bilaman, qanday qilib bu inomarkani hayotimga yengil, oson, tez fikrlarim kuchi bilan tortib olishni. Chunki tortishish qonuni bepul. Hozir esa men inomarkamni boshqarib ketayotganimni yengil, oson tasavvur qilyapman. Juda ham katta yo'llarda, trassalarda men xavfsizman. Inomarkani ishonch bilan yengil haydab ketmoqdaman.
Men avtomobil ruliga o'tirishga qo'rquvlarimni yengib o'tdim. Inomarka saloni judayam keng. Juda ham menga yarashib turibdi. Men inomarka bilan, avtomobillar bilan bog'liq o'tmishdagi barcha salbiy voqelikni hoziroq qo'yib yuboraman. Men bilaman, tez orada yangi inomarka haydashimga ishonaman. Men inomarkani boshqarayotganimda diqqatliman. Men yangi inomarkani ko'p yillar haydab yurishim mumkin. Meni inomarkam o'zimga judayam yoqadi. Men inomarkami, lalichkami sevaman. Men o'z inomarkamda xavfsizman. Men bugun avtomobilimga, inomarkamga lalichka deb nom qo'ydim. Inomarka meni yoqtiradi. Biz bir-birimiz bilan uyg'unlikdamiz. Men uni cho'miltirishni yoqtiraman. Men erkatoyim, unga doimo toza moy quyaman. Men bilaman, meni inomarkam mendan minnatdor. Men bugun o'zim yoqtirgan qop-qora lalichkami, inomarkamni hayotimga yengil, oson tez kirib kelishiga ruxsat beraman. Men bunga qalban tayyorman. Men hoziroq tayyorman. Men inomarkani qabul qilaman. Men bilaman, meni niyatlarim tez, yengil, oddiy amalga oshadi. Men ko'rib turibman, his qilib turibman, tasavvur qilib turibman, moyini hidini his qilib turibman. Meni inomarkam hayotimga kirib kelmoqda. Men hoziroq orzuyimdagi yap-yangi inomarkani egasi bo'lganimdan minnatdorman. Men bugun meni inomarkam hayotimga kirib kelgani uchun yaratganimga shukronalik keltiraman. Men bugun baxtliman. Men bugun baxtiyorman. Menda barcha texnikalar tez va yengil ishlaydi. Men bugun inomarka sohibiman. Mening uchun barcha yo'llar ochiq. Men doimo svetofor men uchun ko'k rangda yonadi. Men bilaman, bu inomarkani hoziroq yengil, tez, oson tortib olaman. Men inomarkam menga juda ham yoqadi. Men bugun yangi inomarka sohibiman. Men bilaman, inomarkam meni sevgimni kutib turibdi. Men o'zimni inomarkamni tez hayotimga tortib olaman. Amalga oshdi. Aziz kuzatuvchilarimiz, meni maqsadim bor, sizni shaxsiy inomarkangizda ko'rish. Doimo baxtli bo'ling. Agar sizga bugungi meditatsiya yoqqan bo'lsa, men yangi
inomarkaga loyiqman iborasini yozib qoldiring. Like tugmachasini bosishni unutmang. Trassada ko'rishguncha. Siz bilan avtomobil tortish bo'yicha, inomarka tortish bo'yicha instruktor Gavhar Azimova bo'ldi. Yo'lda ko'rishguncha.